Assalomu alaykum, kanalımıza obunachilar. Bugungi rolikimiz telesentrdan g'oya tarafa kiraverishda bellarni bilasizlar, banimiz hovlijoy, banimiz davlat tomonidan harbiylarga berilgan, voyinlarga, milliy gvardiyaga berilgan toza dom. Yana hurmatli obunachilar, shu lokatsiyasi вообще zo'r. Hamma o'zi qulay. Bunda 797 market bor. Damas sekundina yuradi bu yerda. Go'janiki, Yangiariqniki, Urganchniki zo'r. Gapni qisqasi, avtobus ham yuradi, Damas ham yuradi, taksi ham yuradi. 797 marketni ko'p odam biladi. Eng toza domlarni kuzatib o'tamiz. Bu yandan sanab kelsangiz 1, 2, 3-domda, 2-etajda 2 xonali jihozlari bilan toza domda kvartira sotiladi, hurmatli obunachilar. Hamma o'zi qulay, parkovka joylari bor. Yo'ldan shundan girdingiz, xarajat bilan tushib qo'yarasiz. 1 minut. Men yo'lning dik ustida joylashgan. Hamma o'zi qulay ekan, hurmatli aviada klinika bor bilasiz. Banda g'oya ferma ko'chaga ketsangiz ham bo'laveradi. Setafordan, hurmatli obunachilar. Qani ketdik, ichan qismi bilan danishib o'tamiz. Ulgurib qolinglar, bunday joy hamma vaqt chiqarmaydi. Narx ham shkalant baqa ekan. Promoy mulk egadan mulk egalarining nomerini qo'yamiz. Bu yerlar polnisning betonkalar yopilgan. Erchala akilib, yine tizlarni ega musulkalardan polni chiroyli bilan o'rab qo'ydilar, shot ketib. Har bir podvalına ega. Undan tashqari o'zini podvalında stilajlarni o'ttirib tayyor etib qo'ydi ekan. Bu yerimiz parkovka, hurmatli obunachilar. Bu yanimizning nominal joylar, detski plashatkalar. Bu yanimiz ham asfalt, hurmatli obunachilar. Ulgurib qolinglar. Hurmatli obunachilar. Narxi 450 milyon so'm, kreditini yapib beraman dedi. Yo'q, 80 milyon krediti qilgan ekan. Agar kreditini o'zlarimiz yapamiz desangizlar, hurmatli obunachilar, 370 milyon so'm toza dom. 2 xonani puli. Gullenskiy baho, hurmatli obunachilar. Toza dom. Ulgurib qolinglar. Bunning 2-etajdan yo'lni bo'yindan sentrdan hamma ham variant chiqavermaydi, hurmatli obunachilar. Hamma o'ja qulay ekan. Ening detski plashatkalari, besetkalari, bolalar o'yingohi, parkovkalar ham bor, hurmatli obunachilar. Bu yerda gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Transport bo'yicha ham muammo yo'q. Maktab, bog'cha hamma o'ja qulay. Klinika, bunday podvallar, hurmatli obunachilar. Travitellar urilib, alifallar qilinib, sharsharlar natib qo'ydilar. Az bu yerimizning podvalini ko'zdaman, hurmatli obunachilar. Har kim haddi bor, bularni haddi ishiga hurmatli obunachilar. Stilaj o'tirib bankalarni qo'yib qo'ydilar. Yana sveti kuyibdi, qo'yiblar, chisi bo'ladi. Masala etmaydi, shunday narsalar turibdi, hurmatli obunachilar. Ichan qismi bilan danishib o'tamiz. Qani ketdik. Ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Skameykalarimiz o'tib ketdilar. Muramur ekan. 2 xonadonli uy, hurmatli obunachilar. Aqlli turibdi. Ish xonadonimiz. Hurmatli obunachilarning 2-qavat, 2 xonali, hamma o'zi qulay, to'g'ri kirib yashaladigan joy. Eshiklar ham yaxshi eshiklar bo'lgan, 3-kvartira ekan. Obshipka etilgan. Bismillah deb giramiz, xudo xolasa. Giravesh yerimiz prixoshka, giramlar döşalgan. Hamma o'zi qulay, ening kompyuter stol. Вообще zo'r etib qo'ydilar. Keyin odamga nisbati kelishilgan holda bo'ladi. Bu yerimiz sanuzel, zalimiz, spalnimiz, oshxonamiz, orientirovkasi umuman dahshat. Planirovkasi ham dim zo'r ekan, menga yoqdi. Kuxunilari qo'yilgan, vitishkalar qo'yilgan, gaz filtrlari ham qo'yilgan. Hatto fartuklar ham urilib turibdi ening. Chista bo'lib, toza bo'lib turibdi. Zalyuz perdelar qo'yilgan. Harbiylarning uyi bu, hurmatli obunachilar. Shu odamga nisbati xodimlik, mikronovka, pechkalar turibdi. Lekin buni kelishilgan holda bo'ladi. Lekin 90% vach qoladi, hurmatli obunachilar. Hatto elektronik vitishkalar ham, elektronik dimoxodlar ham qo'yibdilar. Joyi umuman gap qilishi mumkin emas. Ishlarim yaxshi ishlarim. Qo'yilgan prixoshkasi, dimgin prixoshkalar ham qo'yibdilar ening. Bu yerimizning spalni joyimiz
Karavati var ekan, spalnimiz var ekan, zalyuzi var ekan. Yana bir yerda polnisi plafonlardan chiroylisidan qo'yibdilar. Uy issiqqina, ataplaniya zamonaviy, hamma o'zi qulay, fondan chiqib turibdi. Gapni qisqasi yashash kerak. Hamma o'zi bor. Bu yerni auditoriya etib qo'yibdilar. Ichidan robot stol. Bu yerimiz ening zal ekan. Zalimiz 3,5 4,5 adashmasam shunday. Konditsionerlar, televizorlar ham bor. O'zi qaldiradimajini qaldiradi, qamajini ekitadi. Kir mashinalar ham qo'yilgan. Bu yerimizning kafellardan cho'tka etib qo'yibdilar, unvonniki. Bu yerda yana shkaflarni zutib qo'yibdilar. Bu yerimizning unitazimiz, vannamiz. Vannamiz ham yaxshi qilib. Mazakadan uribdilar hammasini. Sharoit yaratib qo'yibdilar, hurmatli obunachilar. Narxini aytib o'tdik. Kreditini yaptiradigan bo'lsa 450 million so'm. Yo kreditni o'zimiz yapamiz desangiz 80 million. Qolgan 370 million so'm. Ikki xonani puli Gulnesiy baho pul. Toza dom, yo'lni bo'yi, maktab, bog'cha, klinika, apteka, magazin hamma o'zi qulay. Toza dom, ikkinchi qavat, o'rtaliq. Hurmatli obunachilar, Pramo mulkiga kelgan nomerni yozib qoldiramiz. O'zingiz Pramo egasini chiqing, ulgurib qoling, srochniy sotiladi bu. Nisbatki qachondan beri qidirib bilgan insonlar ko'p. Shuni yaxshi joylar, yaxshi insonlar nasib etsin. Keyingi ro'ylarda ko'rishguncha deymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, salomat bo'ling.